Hideki Yukawa 1907-yil 23-yanvar kuni tavallud topgan yapon nazariy fiziki, geolog va universitet professori oilasida tug'ilgan. U Kyoto va Osaka universitetlarida, shuningdek AQShning ilmiy va ta'lim markazlarida ilmiy tadqiqot va o'quv ishlarini olib boradi. 1935-yilda u elektron va proton massalari orasidagi oraliq massaga ega bo'lgan yangi turdagi elementar zarrachalar mavjudligi haqidagi farazni ilgari suradi. 1938-yilda u Osaka universitetida asosan mezonlarning mavjudligi haqidagi bashoratlari va yadro kuchlarining tabiati haqidagi nazariy ishlari uchun doktorlik unvoniga sazovor bo'ladi. 1940-yilning oxiriga kelib bu gipoteza tasdiqlanadi va 1949-yilda Yukawa mezonlarining mavjudligi haqidagi bashorati va yadro kuchlari tabiatini nazariy tadqiqotlar uchun fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ladi. U Nobel mukofotini olgan birinchi yaponiyalik olimdir. Yaponiya Fanlar akademiyasining a'zosi, Pontifik Fanlar akademiyasining a'zosi, AQSh Milliy Fanlar akademiyasining xorijiy a'zosi. Bundan tashqari, London qirollik jamiyati va SSR Fanlar akademiyasining a'zosidir. U 1955-yilda Russell Einstein manifestini imzolagan olimlardan biri edi. U yapon olimlari va atom bombasining oqibatlari to'g'risidagi oq kitob mualliflari guruhini boshqargan. Unda Hirosima va Nagasaki vayron qilingani Qo'shma Shtatlar sovuq urush qurboni guvohiga olib kelgan qurbonlik deb nomlagan.